Assalomu alaykum hurmatli podpischiklarim. Bugun biz marinovat qilingan tovuq go'shtidan va sabzavotlardan chiroyli dimlama pishiramiz. Faqatgina duxovkada pishiramiz. Uyda barcha sabzavotlarni olamiz. Xohlagan holatingizda, xohlagan sizga yoqqan holatda kesib olamiz. Va albatta marinat qilingan mana bunaqa salafanga hayron bo'lmanglar. Tovuq go'shtini marinovat qildim. Hamma har xil qiladi. Men bunga meva ham solaman. Kividan tashqari olg'ori ham solib, yaxshilab strixmont qilib, ya'ni aralashtirib marinat qilib qo'yganman. 1 soatcha turdi. Demak, birinchi biz nimani boshlaymiz? Birinchi bo'lib kartoshkamizni qo'yib olamiz. Mana bunaqa qilib qo'yib olamiz hammasini. Hamma sabzavotlarni qo'yib olamiz. Qaranglar, mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Demak, ko'katlarni ham qo'yib oldik, sepib oldik. Endi go'shtimizni ham qo'ydik, marinat bo'lgan. Endi pripravalarni sepamiz bir chekkadan. Ya'ni bu yerda kenza maydalangan и zirani sepamiz. Mana. Zirani xohlaganingizcha, kim qancha yaxshi ko'rsa, shuncha olib sepsanglar bo'ladi. Mana shuni. Albatta tuz sepamiz. Marinovni go'shtimizga sepmaymiz, chunki u tuzli, sho'r bo'lib ketadi. Mana shunaqa. Mana. Yog' qo'yamiz ozgina ustidan. Mana. Kimdir tomatli sous qo'yadi, men esa suv qo'yaman, aynan qaynatilgan suv qo'yaman. Go'shtimizni ustiga bundoq qo'yamiz, 1 stakan suv qo'yaman. Endi esa duxovkaga 1 soatda pishadi. 160 gradusda pastroq olovda pishirasizlar 1 soat. Ovqatim ham tayyor bo'ldi. Bolalar juda ham qornlari ochib ketdi bularni. Mazza qilib hozir yeb olishadi. Ana shunaqa gap.